Conor hamma tanisa kerak. Dublindan chiqqan, cho'ntagi bo'sh, oddiy bir bola edi. Mabodo bilmagani uchun aytib ketaman, Conor 2008-yilda MMA ga qadam qo'yadi va qisqa vaqt ichida UFC tarixida ikki vazn toifasida bir vaqtda chempion bo'lgan birinchi jangchi. Lekin uning haqiqiy kuchi faqat ringda emas, shaxsiy brendida. Ya'ni Conor o'z nomini pul ishlab chiqaruvchi mashinaga aylantirgan va intervyulari, shou xarakteri, o'ziga xos trash talk uslubi uni shaxsiy brendini yanada kuchaytirgan. Va hozirgi kunda u faqat jangchi emas, biznesmen hamdir. Uni bir nechta bizneslari bor va ular orqali yaxshigina daromad qiladi. Hozirda Conorning boyligi taxminan 200 million dollar. Ba'zi manbalarga ko'ra hatto 400 million dollarga yaqin. 2021-yilda esa u dunyoning eng ko'p daromad qilgan sportchisi ham bo'lgan. Haqiqiy saboq shuki, ringda g'alaba sizni mashhur qiladi. Lekin shaxsiy brendni to'g'ri qurish albatta sizni boy qiladi. Agar sizga ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang.